Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan bazaga avtorasilkalar qilishni ko'rib chiqamiz. O'zi avtorasilkalar nima uchun kerak desangiz, avtorasilkalar botimizga to'plangan bazaga avtomatik ravishda xabarlarni yuborib turish yoki kerak bo'lganda chegirmalar e'lon qilinayotgan paytda butun bir bazaga xabar yuborish uchun kerak bo'ladi. Ularni to'lov qilishga yoki qaysidir harakatni amalga oshirishga undashingiz mumkin bo'ladi. Botplace'da rasilkalar yuborish uchun mana bu avtorasilka bo'limiga kiramiz. Mana avtorasilka bo'limiga kirsak, ko'rib turibmizki, bizda hozir ikkita avtorasilka tayyor turibdi. Ya'ni ayollarga yuborish kerak bo'lgan avtorasilkamiz to'xtatilgan va 20% skidka beradigan avtorasilkamiz ishlab turibdi. Xo'p, avtorasilkani tayyorlash uchun birinchi qadam nima qilinadi? Mana bu o'ng burchakdagi sozdать tugmasini bosamiz. Bosgandan so'ng ushbu rasilkani nomlaymiz, ya'ni boshqa rasilkalarni adashtirib yubormaslik uchun. Deylik, hozir biz 50% chegirma bermoqchimiz. Ushbu rasilkani qayerga yuboramiz tanlaymiz. Telegramga yuboramiz va kimlarga yuboramiz? Mana bu yerga filtr qilishimiz kerak bo'ladi. Добавить filtrni bosamiz. Filtrimizda taglar bilan yuborishimiz mumkin. Ya'ni kimda ushbu taglar mavjud bo'lsa, ularga bu xabar borsin deb tanlashimiz mumkin. Ya'ni keling, hozir biz 36 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan auditoriyaga 50% chegirmani xabarini yuborishni tanlaymiz. Bu yerda yana bir qancha filtrlar mavjud. Mana o'zi tanishib chiqamiz. Ya'ni tagi borlarni yoki tagi yo'qlarni belgilashimiz mumkin. Ma'lum bir vaqt mobilida podpiska qilganlarni tanlashimiz mumkin bu yerda. Ya'ni bizni botimizga qaysidir vaqt oralig'ida podpiska qilganlarni topib, o'sha podpiska qilganlarga xabar yuborishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 1-martdan keyin podpiska qilganlarni yig'adigan bo'lsak, mana bu yerga esa 1-martgacha bo'lganlarni yig'ishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda esa ma'lum bir hafta kunlarida podpiska qilganlarni yig'ib chiqishimiz mumkin. Ya'ni bizning reklamamiz qaysi kunlar yurgan bo'lsa, o'sha kunlar podpiska qilishimiz mumkin. Bu hafta kunlarini tanlab podpiska qildirishga undaydi. Yana bir ko'rinishlardan biri bu tablitsada saqlanib qilinganlar bo'lishi mumkin. Bizda tablitsa funksiyasi ham bor. Agar mijozlaringiz tablitsaga joylangan bo'lsa, ushbu tablitsadagilarga yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yoki referallarga yuborishingiz mumkin. Ya'ni bu referal tizimi qanday ishlaydi? Insonlar ortidan kelgan mijozlar bo'ladigan bo'lsa va ular mijozlar soni ma'lum bir miqdorga yetishgan bo'lsa, yo deylik masalan bir kishi ortidan 10 kishi kelgan bo'lsa, aynan 10 ta referali bor bo'lgan odamlarga xabar yuborishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda har xil vazifasi bor, ya'ni 100% 6 ta bo'lish kerak yoki 6 tadan ko'p bo'lish kerak yoki 6 tadan kam bo'lish kerak. Ya'ni 6 ta va undan ko'p bo'lish kerak, 6 ta yoki undan kam bo'lish kerak degan. Xo'p, bu belgi esa teng emas degan ma'noni bildiradi. Ya'ni 6 ta bo'lsa 6 ga teng va bu ошибка bo'ladi. Ya'ni 6 ta referal bor odamlarga bu xabar ketmaydi. Agar 7 ta bo'ladigan bo'lsa, teng emas bo'ladi va 7 ta referali bor odamlarga ketadi. Mana bu belgiga qaraydigan bo'lsak, bu belgi doim qo'yilgan bo'ladi. Bu butun bazaga yuborishni ko'rsatib turibdi. Ya'ni hozirgi kunga qadar bazada qancha odam bo'ladigan bo'lsa, hammasiga yuboradi. Agar buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, hozirgi vaqtdan boshlab botga keyin kim qo'shilsa, ularga avtomatik ravishda yuboradi. Ya'ni yo'q qo'ysa butun bazaga boradi, o'chirib qo'ysak eski bazaga bormaydi, faqat yangi qo'shilganlarga boradi. Buni endi yaratamiz. Mana sozdать qildik. Sozdать qilgandan so'ng biz qadamlar ketma-ketligidan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qadamlar ketma-ketligini nomlaymiz. Ya'ni bizda bir nechta xabarlar bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi xabar deb yozib qo'yamiz. Ssenariyni tanlaymiz. Xo'p, ssenariyni tanlaymiz. Mana bizda ssenariyalar tayyor. Mana rasilka degan alohida ssenariy ochib qo'yganman. Hozir buni qanday ochishni ko'rib chiqamiz. Mana rasilka bo'limida deylik, mana barakali juma qilib 50% chegirmani beradigan bo'lsak, mana 50% chegirma uchun barakali juma ssenariyini tayyorladik. Endi bizga buni qachon yuborishni so'rayapti. Немедленно degani hoziroq yuborishni bildiradi. Minutani tanlaydigan bo'lsak, necha daqiqadan keyin xabar borishini belgilaymiz. Xo'p, soat esa xuddi shunday necha soatdan keyin borishini bildiradi. Kun esa necha kundan keyin borishini bildiradi. Aniq vaqtda yuborish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz aniq vaqtni belgilaymiz. Unda esa 14:34 belgilab qo'ysak, 14:34 da boradi. Agar foydalanuvchi 14:34 dan keyin, ya'ni 14:35 da botga qo'shilsa, u bu xabarni ertaga 14:34 da oladi. Endi в точное время на следующий день bu bo'lsa, hozir buni saqlanib qoladigan bo'lsak, bugun bu xabar ketmaydi, ertaga 14:34 da ketadi.
agar botga kimdir qo'shiladigan bo'lsa, deylik bugun soat 14:30 ga kimdir qo'shildi, lekin u bu xabarni bugun olmaydi, ertaga 14:34 da oladi. Endi ma'lum bir sanada tanlaydigan bo'lish tanlashimiz ham mumkin. Mana masalan 2-aprel 14:34 da. Xo'p, bu vaqtni tanlaganimizdan so'ng biz butun bazaga yoki biz xohlagan bazaga mana shu vaqtda boradi va qaytib xabar bormaydi. Ya'ni mana shu vaqtda bir marta xabar boradi xolos. Endi hafta kunlarini belgilashimiz mumkin. Har dushanba, chorshanba yoki juma kunlari ma'lum bir vaqtni tanlab ushbu xabarni doimiy yuborib turishimiz mumkin. Ya'ni bizni yuboradigan xabarlarimiz logikasi shunga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu variantni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Deylik, hozir biz tezda yubormoqchimiz. Nimadan bo'lsak, saqlanib tugmasini bosamiz. Mana уже tayyor bo'ldi. Bu xabarni kimlar olishini esa mana bu yerda, ya'ni auditoriya bo'limida ko'rishimiz mumkin. Mana hozir bu yerda hech kim yo'q. Bu tag ostida, hozir biz belgilagan tag ostida auditoriya yo'qligi uchun bu yerda hozir hech kim yo'qligini ko'rsatyapti. Tagni hozir o'chirib butun bazaga yubormoqchi bo'lsak, mana hammani olamiz va qadamlarda ko'ramiz. Mana botimizda nechta odam bor bo'lsa, barchasini hozir yig'ib chiqdi. Botimizda hozir 2 ta odam bor, shuning uchun 2 ta odamni yig'ib chiqdi. Endi yuqoridagi konversiya qiladigan bo'lsak, podpischiklar sonini ko'rsatadi va odpiskani sonini ko'rsatadi va konversiyani ko'rsatadi. Konversiya degani biz yuborgan xabar necha kishiga bordi. Endi barchasini tayyorlab bo'lgandan so'ng saqlanib tugmasini bosamiz. Saqlanib bo'lgandan keyin zapustitni bossak, rassılka bazaga ketishni boshlaydi. Mana zapustitni bosaman. Mana xabar ketdi. Mana kiradigan bo'lsak, mana 20% tugashga bir kun qoldi. Bu jumalik skitka. Ya'ni hozir biz belgilagan xabarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu xabar bizga yetib keldi. Va ichiga kirsak, statistikani ko'rsatyapti, ya'ni 100% bordi degani. Xo'p, endi mana bu tugmalarga e'tibor beramiz. Mana остановитni bossam, to'xtaydi. Перезапустitni bossam, ushbu xabar qaytadan barchaga boradi. Yana bosaman. Mana xabar menga kelgan bo'lsa ham yana qaytib keldi. Mana ko'rdingizmi, yana qaytib keldi. Shuning uchun bu tugmalardan ehtiyot bo'lamiz. Bitta xabarni qayta bazaga yubormasligimiz kerak bo'ladi. Остановитni bossak, avtorassılka to'xtaydi. Agar doimiy ishlab turadigan bo'lsa, buni mana doimiy ishlab turish holatiga keltirib qo'yamiz. Doimiy ishlab turadi. Ichida nimadir o'zgartirish kiritadigan bo'lsak, doim saqlanib tugmasini bosish yo'lingizdan ko'tarilmasin. Mana bu yerda ko'rgan ssenariyimizni qanday yaratamiz? Hozir buni ko'ramiz. Buning uchun mana ssenariy bo'limiga kiramiz. Ssenariy bo'limiga kirgandan so'ng mana bu o'ng burchakning pastki qismida bizga главный ssenariy ochiladi. Bu botimizning asosiy ssenariysi. Ya'ni botga kim kiradigan bo'lsa, doimiy ishlab turadigan ssenariy. Va shu ssenariy ostidagi boshqa ssenariylar mavjud. Agar biz doimiy rassılkalar yuboradigan bo'lsak, alohida rassılka papkasi ochib qo'yishimiz kerak bo'ladi, chunki asosiy ssenariylarga rassılka ssenariylarimiz qo'shib ketmaslik kerak. Buning uchun mana bu yerda новая papka degan tugma bor. Bu yerga masalan rassılka deb qo'ysak, yangi papka qo'shiladi. Mana yangi papka qo'shildi. Mana bu papka ichida rassılkalar mavjud va bu rassılka papkasi ichida biz yangi rassılkalarni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Va rassılkamizni nomlaymiz. Yangi rassılka deb ochdik. Endi bu rassılka ichiga kiramiz. Ichiga kirdik. Bu avtomatik ochiladigan xabarni o'chiramiz. Va mana bu yerga цепочка сообщений ochamiz. Va rassılka xabarini shu yerga yozamiz. Mana test. Yangi rassılka. Rasm qo'yamiz. Mana rasm qo'ydik va rassılkani yozdik. Bu yerga o'zingiz xohlagan rassılkani yozishingiz mumkin va kerakli tugmani qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Kerakli knopkani qo'ysangiz bo'ladi. Mana knopkani qo'ydim, uni inline qilaman. Xo'p, tayyor rassılkamiz. Rassılkadan keyin qandaydir bir harakatni bajarishni xohlasak, ya'ni biz bu xabarni olgan insonlar to'lov qilishga yoki boshqa qandaydir qadamni qilishni xohlasak, qo'shimcha ssenariyni belgilashimiz mumkin bo'ladi. Mana deylik, bizlar ularni asosiy ssenariyga yuborishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, tugmani bosganlar asosiy ssenariyga o'tib ketsin degan xabarni belgilab qo'ydik. Yoki siz
xabarlar ketma-ketligini ulab chiqsangiz bo'ladi. Masalan, siz taymerlarga moslab, ya'ni ushbu xabarni olganlarga taymer asosida keyingi xabarlar ketma-ketligini ulab yuborishingiz mumkin bo'ladi. Bu sizni biznesingiz logikasidan kelib chiqib belgilashingiz mumkin bo'ladi. Bu rasilkani tayyor qildik. Mana yangi rasilkada belgiladik, nomladik. Mana rasilka papkasi deb ochdik, yangi rasilkani yozdik. Endi avtorasilka bo'limiga kiramiz va yangi rasilkani yaratamiz. Yangi rasilka deb belgilaymiz. Telegramni belgilaymiz. Hammaga deb belgilaymiz va yaratishni bosamiz. Mana bizda autoriyamiz yig'ildi va qadamni tanlaymiz. Ikkinchi qadamlik yangi yozamiz. Va ssenariyni tanlaymiz. Mana bizda ikkita papka bor. Biz hozir bu papka ichida ssenariy ochdik, mana yangi ssenariyni belgiladik va hoziroq yuborishni tanlaymiz va saqlanib tugmasini bosamiz. Mana rasilkamiz tayyor bo'ldi. Ketadigan autoriya soni ham ma'lum. Mana bu yerda hozir borgan insonlarning soni va statistikasi chiqadi. Yangi rasilkani saqlanib qildik. Mana endi buni запустить qilamiz. Mana запустить qildik. Mana xabar keldi. Kiramiz. Mana bizga xabar yetib keldi mana. Rasm, yangi rasilka va knopka. Knopkani bossak, asosiy sahifaga o'tib ketamiz mana. Endi ko'ramiz. Mana ushbu rasilkani 2 kishi oldi. Ko'rdingizlar, mana 2 kishi oldi. Hech kim botni o'chirgani yo'q va ошибка bermadi. Keyin hozir botni yopamiz. Mana udalить qilamiz, zablokirni bosamiz. Mana chiqib ketdik. Остановить qilamiz va qayta перезапустni bosamiz. Запустni bosdik. Endi statistikani ko'ramiz. Mana hozir bizda xabar ketdi va bir kishiga xabar bordi va bir kishi botni to'xtatganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu nol esa ошибкада kelib chiqadi, ya'ni qandaydir sabab tufayli ошибка bo'ladigan bo'lsa, bizning xabarimiz mijozimizga yetib bormagan bo'lsa, ushbu ошибка chiqadi. Yuqorida statistikani ham ko'rishimiz mumkin. Mana подписчиlar soni bitta bo'ldi va chiqib ketganlar soni bitta. Konversiyamiz 50%, ya'ni bor bazadan 50% kishiga xabarimiz yetib borganligini ko'rsatyapti. Ko'rib turganimizdek, rasilkalar xuddi mana shunday ishlaydi. Agar nimadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ushbu video ostiga yozishlaringiz mumkin. Biz albatta javob beramiz. Kanalimizga podpiska qiling. Yanada qiziqarli videolarni qo'yib joylab boramiz va buni siz o'z mijozlaringiz yoki biznesingiz uchun foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.